Yakkasaroy tumanida qonunga zid qurilish ishlari to'xtatildi. Endi o'tib tushdi, mana necha etajligini bilmadimmi, lekin shuni tepasidan ham uy qurishyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan holat yuzasidan Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan o'rganish ishlari olib borildi. O'rganishlar davomida poytaxtning Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasi hududida joylashgan 2A sonli ko'p qavatli uyning tom qismida mulkdor tomonidan loyihadan chetga chiqqan holda hech qanday ruxsat hujjatlarisiz boshlovchilik bilan tom qismida og'ir turdagi qurilma qurilayotgani aniqlandi. Shuningdek, mulkdor tom qismiga xonadon ichidan zina o'rnatish maqsadida ko'p qavatli uyning temir-beton plitasini noqonuniy ravishda teshib, binoning konstruktiv holatiga ham shikast yetkazgan. Holat yuzasidan mulkdorga nisbatan joyida Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159-moddasi 3-qismi bilan jarima qo'llanilishi hamda mazkur holatni bartaraf etilish yuzasidan majburiy bo'lgan 30 kunlik ko'rsatma pochta orqali yuborilishi ma'lum qilinadi. Bundan tashqari, mazkur belgilangan muddatda holat bartaraf etilmagan taqdirda tumanlararo fuqarolik sudlariga da'vo arizasi kiritilishini ma'lum qilamiz. Hozirda noqonuniy qurilish ishlari belgilangan tartibda to'xtatildi. Hurmatli fuqarolar, bu kabi o'zboshimchalik bilan amalga oshirilgan qurilish ishlari binoning seysmik barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, unga qo'shimcha yuklama yuklaydi hamda boshqa fuqarolarning hayoti va sog'ligi uchun xavf soladi. Shu munosabat bilan barcha fuqarolardan qurilish va qayta rejalashtirish ishlarini faqat belgilangan tartibda tegishli ruxsat hujjatlari asosida amalga oshirishlarini, amaldagi qonuniy talablarga qat'iy rioya qilishlarini so'raymiz. Unutmang, qonun talablariga amal qilish o'z xavfsizligingiz va atrofdagi osoyishtaligini ta'minlashning eng muhim shartidir.